Aziz yurtdoshlar, agar siz galtim yoshdan oshgan bo'lsangiz, ehim yoshga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki 10-15 yoshdan keyingi pensiya, nafaqa, mehnat staji, hujjatlar va davlatdan olinadigan to'lovlar sizni qiziqtirsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta tasdiqlanmagan ish staji yoki bitta e'tiborsiz qoldirilgan arza kelajakda oylik pensiyangiz kamayishiga, ayrim imtiyozlardan mahrum bo'lishingizga yoki oylar davomida idora yurishingizga sabab bo'lishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi, hozir nimalar o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi joylarda odamlar eng ko'p xato qiladi va hozirdan nima qilish kerak? Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ayniqsa 40-65 yosh oralig'idagi fuqarolar uchun juda muhim. Men ko'p yillardan beri aholining pensiya, nafaqa, ish staji, ijtimoiy to'lovlar va hujjatlar bilan bog'liq savollarni ko'rib kelaman. Eng katta muammo shundaki, odamlar ko'pincha pensiyaga chiqish arafasida, ya'ni 29 yoki 30 yoshga kelganda hujjatlarni yig'ishni boshlaydi. Aslida esa bu juda kech bo'lishi mumkin. Chunki mehnat daftarchasidagi yozuv noto'g'ri bo'lsa, korxona allaqachon yopilgan bo'lsa, arxivda ma'lumot topilmasa, ish haqi haqida spravka yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash oylar, ba'zan esa yillar talab qiladi. Avvallari ko'pchilik mehnat daftarcham bor-ku, shuning o'zi yetadi deb o'ylardi. Haqiqatan ham ilgari ko'p holatda mehnat daftarchasi asosiy hujjat sifatida qaralgan. Lekin hozirgi tartiblarda ma'lumotlar elektron bazalar, soliq to'lovlari, ish beruvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlar, arxiv hujjatlari va rasmiy tasdiqlar orqali tekshiriladi. Demak, faqat qo'lingizdagi eski daftarcha bilan xotirjam bo'lib yurish har doim ham to'g'ri emas. Yangi tartiblarning eng muhim tomoni shuki, davlat fuqaroga to'lov tayinlashdan oldin uning haqiqiy staji, rasmiy ishlagan davrlari, ayrim hollarda daromadlari, oilaviy holati, boshqa to'lov olishi yoki olmasligi kabi ma'lumotlarni tekshiradi. Bu bir tomondan adolatli. Chunki kim qancha ishlagan bo'lsa, shunga yarasha hisoblanishi kerak. Ikkinchi tomondan esa, agar sizning ma'lumotlaringiz bazada noto'g'ri turgan bo'lsa yoki umuman kiritilmagan bo'lsa, siz haqli bo'lgan pulni vaqtida ola olmasligingiz mumkin. Masalan, bir kishi 1938 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan. Qo'lida mehnat daftarchasi bor, lekin zavod keyinchalik tugatilgan. Pensiyaga chiqish paytida ma'lum bo'ladiki, arxivdagi hujjatlarda uning familiyasi bitta harf bilan boshqacha yozilgan. Natijada bu davrni tasdiqlash uchun qo'shimcha ariza, arxiv so'rovi, ba'zan sud orqali farqni aniqlash talab qilinadi. Agar u bu ishni 45 yoki ehir yoshida tekshirganda, hammasini oldindan tartibga keltirgan bo'lardi. Lekin pensiya yoshida boshlasa, bir necha oy daromadsiz qolishi ham mumkin. Eng avvalo, 40 yoshdan oshgan har bir fuqaro bir narsani tushunishi kerak. Pensiya faqat yoshga qarab beriladigan oddiy to'lov emas. Pensiya miqdoriga ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari yoki soliq ma'lumotlari, ayrim imtiyozli davrlar, harbiy xizmat, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar, zararli yoki og'ir sharoitdagi ishlar ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men ishlaganman, demak muammo bo'lmaydi degan fikr xavfli. Kimlar birinchi navbatda xavotir olishi kerak? Birinchi guruh uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Masalan, erkak kishi 2 yil ustachilik qilgan, uy qurilishida ishlagan, bozorda savdo qilgan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. U o'zini men 20 yil mehnat qildim deb hisoblaydi. Lekin hujjatda bu davr ko'rmasligi mumkin. Pensiya hisobida esa rasmiy tasdiqlangan davr muhim. Agar u 20 yil ishlagan bo'lsa-yu, faqat 7 yil rasmiy bo'lsa, natija mutlaqo boshqacha bo'ladi. Ikkinchi guruh chet elda ishlagan fuqarolar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda yillar davomida mehnat qiladi. Lekin o'sha yillardagi hujjatlar, shartnomalar, to'lovlar, migratsiya kartalari, patent yoki ruxsatnomalar saqlanmagan bo'ladi. Keyin O'zbekistonga qaytganda men 10 yil chetda ishladim deydi. Savol tug'iladi. Bu davr rasmiy tarzda qanday tasdiqlanadi? Qaysi davlat bilan qanday kelishuv bor? Qaysi hujjat qabul qilinadi? Mana shu masalalar oldindan o'rganilmasa, keyin katta muammo chiqadi. Uchinchi guruh eski korxonalarda ishlaganlar. Sovxoz, kolxoz, zavod, tikuv fabrikasi, qurilish tresti, transport korxonasi, tuman bo'limlari, kooperativlar. Xususiy firmalar yopilib ketgan bo'lishi mumkin.
hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lsa yaxshi. Lekin ba'zi hollarda arxivga to'liq topshirilmagan, ish haqi vedomotlari yo'qolgan yoki ayrim yillar umuman saqlanmagan bo'ladi. Bunday vaziyatda har bir yilni tasdiqlash muhim bo'lib qoladi. 4-guruh ayollar, ayniqsa farzand ko'rgan, bola parvarishi uchun ish faoliyati tanaffus qilgan. Keyin yana ishlagan ayollar o'z davrlarini aniq tekshirtirishi kerak. Chunki ko'pincha ayollar uyda o'tirgan yillarim hisoblanmaydi deb o'ylaydi yoki aksincha hammasi avtomatik qo'shiladi deb ishonadi. Aslida ayrim davrlar qonunchilikdagi shartlarga qarab hisobga olinishi mumkin, lekin buning uchun hujjatlar to'g'ri bo'lishi kerak. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Ishga kirish va chiqish buyruqlari mehnat daftarchasidagi yozuvlar mos bo'lishi lozim. 5-guruh nogironligi bo'lgan fuqarolar yoki sog'lig'i tufayli mehnat faoliyati uzilgan odamlar. Bunday fuqarolarda pensiya yoki nafaqa turi boshqacha bo'lishi mumkin. Ba'zida odam bir to'lovga haqli bo'ladi, lekin noto'g'ri ariza bergani uchun kamroq to'lov oladi yoki umuman rad javobi oladi. Shuning uchun tibbiy mehnat ekspertiza xulosalari, nogironlik guruhi bo'yicha hujjatlar, davolanish ma'lumotlari, ish joyidagi jarohat yoki kasb kasalligi bilan bog'liq dalillar juda muhim. Endi oddiy misol bilan tushuntiraman. Faraz qiling, 22 yoshli ayol 1993 yildan 2001 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Keyin 2 farzandini tarbiyalagan. 2002 yildan 2023 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Uning umumiy hayotiy mehnati katta. Lekin hujjatlarda birinchi fabrikadagi ish davri tasdiqlanmasa, pensiya hisobida kamchilik paydo bo'ladi. Agar u hozirdan arxivga murojaat qilib, ishga qabul qilingan buyruq, ishdan bo'shagan buyruq, ish haqi ma'lumotlarini topsasa, keyinchalik muammo ancha kamayadi. Yana bir misol. 58 yoshli erkak kishi 25 yil haydovchi bo'lib xususiy korxonada ishlagan. Ish beruvchi har doim hammasi rasmiy degan. Lekin tekshirilganda ayrim yillarda soliq va ish haqi ma'lumotlari to'liq ko'rinmaydi. Agar bu holat pensiya arizasini topshirganda aniqlansa, u ish beruvchini qidiradi. Korxona yopilgan bo'lishi mumkin. Direktor boshqa joyga ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, 60 yoshdan keyin har 2-3 yilda o'z mehnat tarixingizni tekshirtirib turing. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz butun faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchilaringiz ma'lumotlarni to'liq kiritgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar pasportdagi ism familiyangiz bilan mos bo'lsa, elektron bazalarda stajingiz ko'rinsa, sizda asosiy xavf kamroq. Lekin kamroq degani umuman yo'q degani emas. Chunki familiya o'zgargan, tug'ilgan sana bir joyda noto'g'ri yozilgan, korxona nomi boshqacha kiritilgan. Lavozimdagi imtiyozli shartlar ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan istisnolar va nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi har bir yozuv aniq, o'qiladigan va rasmiy bo'lishi kerak. Ba'zi daftarchalarda muhr xira, imzo yo'q, buyruq raqami yozilmagan, sana noto'g'ri qo'yilgan bo'ladi. Odam buni oddiy xato deb o'ylaydi. Lekin pensiya tayinlashda aynan shu oddiy xato sababli qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Ikkinchi nozik jihat, familiya, ism va otasining ismi o'zgarishi. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya almashadi. Ba'zida hujjatlarning bir qismi eski familiyada, bir qismi yangi familiyada bo'ladi. Erkaklarda ham pasport almashtirilganda yozuvda imlo farqi sababli muammo chiqishi mumkin. Masalan, bir hujjatda Abdullayev, boshqasida Abdullayev, uchinchisida Abdullayevich o'rniga Abdulla o'g'li yozilgan bo'lsa, tizim buni avtomatik bir odam deb tanimasligi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqida ma'lumot, tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdorini hisoblashda faqat staj emas, ayrim davrlardagi daromad ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar ish haqi haqida ma'lumot topilmasa, hisoblash siz kutganda chiqmasligi mumkin. Ko'p odam men katta oylik olganman deydi, lekin hujjat yo'q, og'zaki gap hisobga olinmaydi. Shuning uchun eski ish joylaridan ish haqi haqida arxiv ma'lumotlarini olish katta ahamiyatga ega. 4-nozik jihat, imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Masalan, shaxta, kimyo sanoati, og'ir ishlab chiqarish, zararli sexlar, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, pedagogika yoki boshqa maxsus sohalarda ishlaganlar uchun qonunchilikda alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz o'z-o'zidan berilmaydi.
lavozim nomi, ish joyi, sharoit, buyruqlar, attestatsiya yoki tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Agar mehnat daftarchasida oddiygina ishchi deb yozilgan bo'lsa, aslida esa zararli sexda ishlagan bo'lsangiz, buni isbotlash kerak bo'ladi. 5-nozik jihat. Norasmiy ishni keyin rasmiylashtirish qiyin. Ba'zi odamlar keyin biror yo'lini qilamiz deb o'ylaydi. Lekin pensiya va ijtimoiy to'lovlarda hamma narsa hujjatga bog'liq. Bugun ish beruvchi sizni rasmiy qabul qilmagan bo'lsa, ertaga uni isbotlash oson emas. Guvohlar yordam berishi mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin har doim emas va bu ham qo'shimcha tartiblarni talab qiladi. Eng to'g'ri yo'l hozirdan rasmiy ishlash, shartnoma talab qilish. Ish haqi qonuniy to'lanayotganini tekshirish. 6-nozik jihat. Bir vaqtning o'zida bir nechta to'lov yoki imtiyoz. Ba'zi fuqarolar pensiya, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar bo'yicha savol beradi. Har bir to'lovning sharti boshqa. Ba'zida birini olsangiz boshqasiga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zida oilaning umumiy daromadi hisobga olinadi. Ba'zida mol-mulk, avtomobil, yer uchastkasi yoki boshqa ma'lumotlar tekshiriladi. Shuning uchun qo'shningizga bergan yordam sizga ham avtomatik beriladi deb o'ylamang. Har bir holat alohida ko'riladi. 7-nozik jihat. Ariza topshirish sanasi. Juda ko'p odamlar bir necha oy kechikib murojaat qildi, keyin men baribir shu yoshga yetganman, pulni orqaga hisoblab berishsin deydi. Ayrim holatlarda qayta hisoblash yoki o'tgan davr uchun to'lov masalasi qonunda belgilangan tartibga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun yoshga yetishni kutib o'tirmasdan oldindan maslahat olish kerak. Pensiya yoshiga 1 yil qolganda emas, kamida 3-5 yil oldin hujjatlarni tekshirish kerak. 8-nozik jihat. Qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ba'zan odam pensiya yoki nafaqa olayotgan paytda kredit, aliment, jarima yoki sud qarori bo'yicha ushlab qolishlariga duch keladi. U nega pulim kamaydi deb hayron bo'ladi. Aslida ijro hujjati bo'lsa, qonun doirasida ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan oldin o'z qarzdorliklaringizni, sud va ijro ishlari bor yo'qligini ham tekshirib qo'yish foydali. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat. Farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, mehnat daftarchasi, kasaba uyushmasi yoki eski korxona hujjatlari, bularning hammasini bitta papkaga joylang. Asl nusxalar alohida tursin. 2-qadam. Mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling va hayotingiz davomida qayerda, qaysi yildan qaysi yilgacha ishlaganingizni tartib bilan yozing. Masalan, 1917-1992 maktab, 1912-1998 zavod, 1999da 2005 xususiy firma, 2006-2015 chet el, 2019 hozirgi kungacha boshqa ish. Har bir joy bo'yicha savol bering. Men bu ishni qanday hujjat bilan tasdiqlay olaman? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Buyruq bormi? Shartnoma bormi? Arxivda ma'lumot bormi? 3-qadam. Elektron ma'lumotlarni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, my.gov.uz, soliq organlari yoki pensiya tizimiga oid rasmiy kanallar orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rish mumkin bo'lgan xizmatlardan foydalaning. Agar o'zingiz internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqin qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazi xodimidan yordam so'rang. Lekin login, parol, SMS kodlarini begona odamlarga bermang. 4-qadam. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarini oldindan so'rang. Agar korxona ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga. Tegishli tashkilotning huquqiy vorisiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Arizada aniq yozing, qaysi korxonada, qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlagansiz. Sizga ish staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma kerak. 5-qadam. Xatolarni hozirdan tuzating. Agar mehnat daftarchangizda familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, chalkash bo'lsa, muhr yo'q bo'lsa, buyruq raqami tushunarsiz bo'lsa, buni pensiyaga chiqish kuni emas, hozir aniqlang. Ba'zan ish beruvchi tuzatish kiritishi mumkin. Ba'zan arxiv ma'lumoti kerak bo'ladi. Ba'zan sud orqali yuridik faktni belgilashga to'g'ri keladi. Sud deganda qo'rqmang, lekin bunga vaqt, hujjat va sabr kerak bo'ladi. 6-qadam. Rasmiy ishlashni talab qiling. Agar siz hozir ko'rdim.
irjbiz yoki ehil yoshda bo'lsangiz va hali ham norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bilingki bu bugun qo'lingizga ozroq ko'proq pul tegayotgandek tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya hisobida katta yo'qotish bo'lishi mumkin. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi, buyruq, rasmiy ish haqi, soliq to'lovlari haqida aniqlik so'rang. Bu sizning haqqingiz. 7-qadam, chet elda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni saqlang. Mehnat shartnomasi, ruxsatnoma, patent, ish beruvchi bilan yozishmalar, ish haqi to'langanini tasdiqlovchi hujjatlar, soliq yoki sug'urta to'lovlari, migratsiya hujjatlari, bularni skaner qilib telefoningizda, elektron pochtangizda va qog'oz shaklida saqlang. Bugun kerak bo'lmasligi mumkin, lekin 10 yildan keyin aynan shu hujjat sizga katta yordam beradi. 8-qadam. Rad javobi olsangiz, darrov taslim bo'lmang. Ba'zi odamlar bitta xodim bo'lmaydi desa, hammasi tugadi deb o'ylaydi. Yo'q, siz yozma javob so'rashingiz kerak. Qaysi asl bilan rad etildi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi moddaga ko'ra yozma javob bo'lsa? Keyin yuqori tashkilotga, adliya organlariga, sudga yoki mutaxassisga murojaat qilish osonlashadi. Og'zaki gap bilan huquqni himoya qilib bo'lmaydi. 9-qadam, oilangizdagi katta yoshdagilar hujjatini tekshiring. Otangiz, onangiz, qaynota qaynonangiz, amaki yoki xolangiz 6 yoshdan oshgan bo'lsa, ularda ham qayta hisoblash, qo'shimcha hujjat, yo'qolgan staj yoki noto'g'ri hisoblangan davr bo'lishi mumkin. Ba'zan odam yillar davomida kamroq pensiya olib yurganini keyin biladi. Shuning uchun ularning mehnat daftarchasi, pensiya hujjatlari, arxiv ma'lumotlari va to'lov hisob kitoblarini bir ko'rib chiqing. 10-qadam. Maslahatni faqat rasmiy manbadan oling. Mahallada gap, qo'shnining tajribasi, ijtimoiy tarmoqdagi tasdiqlanmagan xabar yoki bir tanishim shunday qildirgan degan maslahat har doim ham to'g'ri emas. Qonunlar, qarorlar va tartiblar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, adliya organlari, MyToGov va rasmiy tashkilotlarning e'lonlariga tayaning. Agar masala murakkab bo'lsa, huquqshunos yoki soha mutaxassisidan yozma maslahat oling. Men yana bitta muhim narsani alohida ta'kidlayman. Yangi tartiblar yoki qonunchilikdagi o'zgarishlar odamlarni qo'rqitish uchun emas, balki tizimni aniqroq qilish uchun joriy etiladi. Lekin tizim aniq ishlashi uchun sizning hujjatlaringiz ham aniq bo'lishi kerak. Davlat bazasida bitta raqam noto'g'ri bo'lsa, familiyada bitta harf farq qilsa, ish joyi hujjati topilmasa, avtomatik tekshiruv sizni tanimasligi yoki davrni hisobga olmasligi mumkin. Shuning uchun eng kuchli himoya oldindan tayyorgarlik. Azizlar, bugungi gapning mazmuni shuki, 4 yoshdan keyin pensiya va ijtimoiy hujjatlarni keyinga qoldirish mumkin emas. 2 yoshdan keyin esa har bir yil, har bir ish joyi, har bir ma'lumotnoma ahamiyatli bo'lib qoladi. 635 yoshdan keyin esa xato topilsa, uni tuzatish ancha qiyin va asabiy jarayonga aylanishi mumkin. Shuning uchun bugundan boshlab hujjatlaringizni yig'ing, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv so'rovlarini qiling va rasmiy javoblarni saqlab qo'ying. Men sizga mutaxassis sifatida shuni aytaman, eng katta yutqazadigan odamlar qonunni bilmaganlar emas, balki hali vaqt bor deb yuradiganlardir. Hali vaqt bor degan gap ba'zan eng qimmat xatoga aylanadi. Bugun bir soat vaqt ajratsangiz, ertaga oylar davomida idora yugurishdan qutulasiz. Agar bu mavzu sizga tegishli bo'lsa, izohlarda yoshingizni va qaysi masala sizni ko'proq tashvishga solayotganini yozing. Ish staji, pensiya miqdori, arxiv hujjati, chet eldagi ish, ayollar staji yoki nafaqa masalasi. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z huquqini ham, pulini ham, asabini ham himoya qiladi.